1, 2, 3 ketdi. Bizni eshitish yoqimli. Tez ko'rsatamiz, oxirida sizga savob. Okey, yaxshi. Salmondora. Bitta qaraganing birinchi o'g'irlab qo'ydi boshini. Okey, bo'lasa. Bo'ldi. Birozdan ham o'qib qo'yaymi? Darida. It's the one and only Digo Double. Bilavali og'a. Chiroq ustasi Elyor Xalid. Yaqin keling. Chiqmayapti. Важный proyekt direktori mana, важный ishlar bilan band. Okey? Yo'q, bo'lish 300. Bo'lish 500. Aka, bo'lish 800. Ama nima qilyapti bu? Akvamarin haqida. Men qarab menga Elyorga qarab 2 og'iz. Biz 10 og'iz olib oldik, sen telefonda gaplashayotgan edingiz. O'zi. Bo'lmasa. Yangi lokatsiyamiz Toshkent City'da va biza Akvamarinda qanaqamiz. O'zi bu gaplarni men sizga gapirish kerak. Ishlaga. Mana reglament bo'yicha. Zargarlik bilan taqinchoqlarni ham yaltiratib beradi, faqat kiyimga deb o'ylamanglar. Bu universal. Mana bu yoqqa bitta gapiravering shuni. Nima ekan? Siz ekologik toza mahsulot allergiyasi borlar va yosh bolalar uchun ham ishlatilsa bo'ladi. Tarjima uchun birini bosing. Rahmat o'g'illarim, addushi rahmat. Joninglar omon bo'lsin. Biza hozir Akvamarinni reklamasini olish uchun ikkinchi lokatsiyaga keldik. Allergiyasi borlar va hatto yosh bolalar uchun ham ishlatish bo'ladi. Akvamarin narxi 120 ming sabab bu munosabatni o'ziga istalgan yaqin bo'lgan do'kondan topib olindi. Ura, qancha javob? Yaxshimi? Yaxshi. Bo'l bitta. O'tiradi keyin.